Suyumlik məsəllər yaxşımısızlar. Bugün sizlərə sözləməkçi bolğunumuz top şayi Messi. Musobaqa başlanış aldı turmoqda. Ammo topçularning biri tex kelmaydi. Mashqavul jiddiyleşib ketadi. Bu vaqtda Mo'may navrisining sinab beqishni aytadi. Mashqavul uningga yaratmaslik nazari bilan qaraydi. Bundaq o'ruq ham pakar odam qandaq futbol o'ynaydi. Mo'mayning keskin chiroyini ko'rib, Mashqavul amalsiz baldan qandaq o'rinda turib o'ynaydiganligini so'raydi. Bala ko'zlarini mardonlik bilan tikib turib, hamma o'rin deb javob beradi. Mashqavul amalsiz uni sinab boqmoqchi bo'ladi. Bu bala boshqa tangtushlardan pakar bo'lib, Mashqavul uningdan hech qanday umid kutmaydi. Biroq keyinla Mashqavul hayajonlanib ketadi. Bala topni olgandan keyin darhol bir necha topchidan aylanib o'tadi. Musobaqa boshlanib uzun o'tmayla bu bala top kirgizdi. Butun maydon guldir qaras olqishga to'ldi. Hech kim bundaq pakar balaning bundaq qaltisligini o'ylab boqmagan edi. Hatta Mashqavul Mo'musdan har kuni tushdan keyin balani akilib mashq qildirishni talab qiladi. U vaqtda hech kim Leo Messi degan ismning uzun yillardan keyin dunyoning har qaysi joylarida yangraydiganligini o'ylabmi boqmagan edi. Nihoyatda osondagi kishilarla Messini futbol yo'liga elib kelgan kishining Mo'mus ekanligini biladi. Messi amdila 6 yoshga kirganda Mo'musi navrisining kelgusida dunyodagi eng munavvar futbolchiga aylanadiganligiga qat'iy ishindi. Kichik Messi Mo'musning umidini yerda qo'ymay, kichigidan boshlabla futbolni hayotining borlig'i deb qaraydi. Futbol maydonida kichik Messining hech kim to'siy olmag'idek munavvar talanti bor edi. Bir qitimliq musobaqada kichik Messi ehtiyotsizlikdan uyga solinib qoladi. Hech nima qilolmagan Messi oxiri aynakni sundirib, derazadan qochib chiqadi. Kichik Messi butun kuchi bilan yuguradi va oxiri musobaqa oxirlashidan burun maydonga yetib keladi. Bu vaqtda komanda allaqachon 2 top orqada qolgan bo'lib, musobaqa oxirlashiga 20 minut qolganda Mashqavul aldirab Messini maydonga tushirdi. Bu talantli o'smir birdamdala musobaqaning ahvolini o'zgartirib yetdi. U to'xtamay boshqalardan serilib o'tib, to'xtamay vartaga top kirgizdi. Kichik Messi o'zi bir kishilik kuchi bilan komandaning musobaqa natijasida burilish hosil qilib, oxiri musobaqada g'alaba qiladi. Mukofot sifatida ularning har biri birdan velosipedga erishadi. Lekin atsi kichik Messining velosipedini o'zidan cho'ng 3 bola bulab qochadi. Kichik Messi garchi ulardan faqatla qo'rqmasa-mu, ammo u bak o'riq bo'lg'ashqa tayoq yeb butun badani yaralanib uyga qaytib keladi. Garchi Messi yeshil maydonda futbol o'ynaganda bakmi qaltis bo'lsa-mu, ammo do'stlari bilan elektronlik futbol musobaqasi o'ynaganda faqat yaxshi o'ynay olmaydi. Do'stlar bilan o'ynaganda murosim to'yg'isi paydo qilish uchun ular musobaqa kiyimi kiyib o'ynaydi. Bu chaqda Messi har qitim o'xshash Barselona komandasining 10-nomerlik kiyimini tanlaydi. O vaqtda u uzun yillardan keyin bu sonning dal uning alayda nomeriga aylanib, uningga nurg'un sharaf keltirdiganligini o'ylabmi boqmagan edi. Uning texim o'ylamagan yeri u bir qarabli yoqtirib qolgan qo'shnisining qizi uning kelgusidagi umrlik ayoli bo'lib qoladi. Yeşil maydonda kichik Messining talanti texim hayron qolarlik bo'lib, ammo bu vaqtda u bir shum xabarni kutib oladi. Uningga bir xil oz uchraydigan kasallik diagnoz qo'yilgan edi. Kichik Messiga oz uchraydigan kasallik, ya'ni o'sish hormoni kamlik kasali deb diagnoz qo'yilgan bo'lib, bu dal pataklik kasali edi. Agar vaqtida davolanmasa, kelgusida bo'yi o'smaydi. Bu so'zlar xuddi ochiq osmonda chaqmoq chaqqandek bo'lib, Messining faqat birli o'y xayoli bor edi. Gerçi bu oila allaqachon qiyinchilik duch kelgan bo'lsa-mu, ammo dadasi yana balni davolatish uchun hormonlik o'kul urishni qaror qiladi. Qalbidagi futbol orzusi uchun kichik Messi borgan sir kuchlandi. U ayni vaqtda aran 11 yoshda edi. Bu chaqda kutilmagan ahvol yuz berib, iqtisodiy krizis Argentinaga hujum qiladi. Dadasi xizmatidan ayrilib qoladi. Bu shubhisizki, allburun nacharlashib ketgan oila uchun o't ustiga moy chashqandek bir ish edi. Bu ailemde undaq yuqori davolash xarajatini ko'tarolmaydigan holiga kelib qoladi. Umid bog'lab turgan Daryo bo'yi va Novelning qiz yigitlari komandalarimi dadasining iltimosini qat'iy rad qiladi. Ularning nazarida bir patak kasalligiga giribtor bo'lguchining kelgusi bo'lmaydi. Eng umidsizlangan vaqtda Barselona uningga bir fursat berishni xohlaydi. Taqdirini o'zgartirish uchun Messi dadasi bilan notunish Barselonaga keladi. Messi texi amdila 13 yosh bo'lg'achqa u boshqalar bilan sig'ishamaydi. Başqalarning nazarida u texi bola edi. Ammo yeshil maydonga borganda bo'lsa, bu bolaning talanti hammalarni hayron qoldirdi. Nurg'un topchilar va trenerlar uning ismining Messi ekanligini bilib ketadi. Barselona yuqori qatlamdagilar bir qarabla uning talantiga ko'z tushdi va uning kelgusidagi cho'lpon ekanligini jazmlashtirdi. Shuning bilan bir vaqtda ular Messining davolanish chiqimini ustiga oladi.
Barselona'nın yardımida Messi barğansırı yetilib, boyu barğansırı egiz bo'lib ketadi. Gerçi o o'sib bak hayvat bo'lib ketmagan bo'lsa-mu, ammo boy egiziga o'sib 1 metr 70 santimetrga yetib Maradonadan eshib ketadi. Messi 16 yosh vaqtida o'zining talantiga tayinib, tunji qaytam birinchi safdagi komandaga o'stiriladi. Ayni vaqtda Argentina davlat komandasi bu talant iqbolini bayqamay qoladi. Komandaga hamroh bo'lgan oshpaz uni davlat komandasining mashqavuliga tavsiya qilgan bo'lsa-mu, ammo mashqavul uni ko'zga ilmaydi. Mashqavul Messining musobaqa filmini ko'rgandan keyin dong qaytib turibli qoladi. Mayli surat, top kontrol qilish yoki vartaga top tepish bo'lsin, Messining hammasi qaltis talanti namoyon qilingan edi. Mashqavul ishkilanmayla darhol Argentina futbolchilar jamiyati bilan aloqalashdi. U bak kechikib ketsa, bu talant iqbolining Ispaniyaga ketib qolganligini biladi. Argentina futbol jamiyati bu ishga intayin ahamiyat berdi. Ular 40 minutda Messining dadisi bilan aloqalashdi. Messi shuningdan keyin Argentinaning kiyimini kiydi. Barselonaning birinchi saf komandasining kiyim almashtirish uyida hayot qilish to'limi mushkul bo'lib, Messi u chaqda aran 16 yoshda turibla chatga qiqilib ketdi. Ammo bir odamning paydo bo'lishi bilan Messining ahvoli butunlay o'zgaraydi. O kishi ayni chaqda toza cho'lpon bo'layotgan Ronaldo bo'lib, u qilchimi hakavur bo'lmag'achqa Messini o'zining enisi deb qaraydi. Messining Barselonadagi tunji to'pini dal Ronaldo uningga sovg'a qilib berdi. Tabriklash faoliyatida Ronaldo Messini qizg'inlik bilan dumbisiga oladi. Bu ko'rinish sonsizlagan mastonlar mangu unutib qolmaydigan manzaraga aylandi. Dal shu vaqtdan boshlab Messi birinchi saf komandasida puttasab tura oladi va tezdan nomi chiqishga boshlaydi. Agar har qanday odam dunyodagi eng munavvar to'pchi kim deb so'rsa, u dal Messi deb javob berdi. Ronaldoning komandadan ayrilishi bilan 21 yoshlik Messi Barselona komandasining yangi rahbari bo'lib qoldi. Shuningdan keyin futbol yangi davrga, ya'ni Ronaldo Messi davriga qadam qo'ydi. Mashqavul Guardiolaning yetakchiligi ostida Messi Barselonaning yadrosiga aylandi. Tunji musobaqa faslida u komandani yetaklab Ispaniya shaxsiy lo'nqisi, Yevropa Birlashmasi chempionlik lo'nqisini qo'lga keltirib, 3 taj egisi taydigan mo'jizani yaratdi. Ondan komandaga rahbarlik qilib, Yevropa darajadan tashqari lo'nqisi, Ispaniya darajadan tashqari lo'nqisi, Dunyo birlashma lo'nqisi qatorliq lo'nqlarni ilib 6 taj egisi degan mo'jizani yaratdi. Barselona to'xtamay mo'jiz yaratganda, Messi mo üzülmay mo'jiz yaratdi. 6 qitimliq oltin to'p mukofoti, 6 qitimliq Yevropa oltin oyoq mukofoti, 8 qitimliq Ispaniya birlashmasi oltin oyoq mukofoti. Tug'ilishidala kambag'al oila cho'ng bo'lgan bu bola o'zining talanti va taqdirini o'zgartirish irodasi bilan oxirida bir avlod futbol shoyiga aylanib, dunyoning cho'qqisiga chiqa oladi. Bundaq muvaffaqiyatni misli ko'rilmagan deyishga bo'ladi. Ammo uning hayotida eng cho'ng bir pushaymoni bor edi. Burun biraylan Messidan so'rab, oltin to'p mukofoti va bir tal dunyo chempionligidan siz qaysini tanlaysiz deganda, uning tanlashi aniqla keyingisi, ya'ni dunyo chempioni edi. 2014-yillik Braziliya Dunyo lo'nqisi futbol musobaqasida 26 yoshlik Messi davlat komandasini yetaklab, Bosniya Hersegovina komandasini 2-1 natija bilan yengdi. Dunyo lo'nqisida Ironni mag'lub qilib, asosiy bir to'p bilan Nigeriyani mag'lub qilib, 8-1 hal qilg'uch musobaqasida Shveysariyani yengdi. Messi bir odamning kuchi bilan Argentinani hal qilg'uch musobaqaga elib kirib, dunyo lo'nqisiga bir qadamla orliq qiladi. Ammo sherin tushi yanada barbod bo'ladi. 113-minutda boshqalarning o'rniga tushgan Gert bir to'p kirgizdi-da, Argentina oxiri utirib qo'ydi. O'xshash hal qilg'uch musobaqada 2016-yillik Amerika lo'nqisi hal qilg'uch musobaqasida Messi nuqtaliq to'p tepishda tunji qitim xatolik sodir qilib, Amerika lo'nqisi tushishini yana bir qitim barbod qildi. 2016-yillik Amerika lo'nqisi hal qilg'uch musobaqasida Messi nuqtaliq to'p tepishda tunji qitim xatolik sodir qilib, Amerika lo'nqisi tushishi yana bir qitim barbod bo'ldi. Darajadan tashqari qahramon qurbonlik qilinib, gunohkor bo'lib qoladi. U asrlardan buyangi barliq ayiblash va tillashlarning hammasiga duchor bo'lib, oxiri umidsizlangan holda davlat komandasidan chekindi. Haqiqiy gigant odamlar hargiz oson yiqilmaydi. Haqiqiy qahramonlar boshqalar ehtiyojli bo'lganda hargiz rad qilmaydi. 2017-yillik Dunyo lo'nqisi salohiyat musobaqasida qahramon qilchi ishkilanmasdan qayta maydonga chiqdi. Bir odam musobaqa to'lqinini burab, komandani yetaklab, qo'rshovni bosib o'tib, 4 yildan keyin yana qayta dunyo sahnasiga qadam qo'ydi. Bu yil asla arzularni amalga oshiradigan bir yil bo'lishi mumkin edi. Ammo oxirida bu cho'sh yana qayta barbod bo'ladi. Yolg'iz qahramon musobaqa maydonida yosh to'kib, pushaymon bilan ayriladi.
Gerçi ümit qayta yo'qolgan bo'lsa-mu, haqiqiy hargiz yiqilmaydi. Gerçi uning badani o'tmi tüşük bo'lib, jarohatlar bilan to'lgan bo'lsa-mu, yanala butun kuch bilan bo'ron chapqinni yengadi. 2021-yildagi Amerika lo'nqisi va 2022-yillik Qatar dunyo lo'nqisi. Bir erning orzusi bo'lsa, qo'ldan berib qo'yganlarini o'z qo'li bilan qaytarib olaydi. Ularning qadam ostida yo'li, ko'ngilda orzusi bo'lsa, qat'iy tavranmay tik tura oladi. Filmning tafsiloti qiziqsanglar, ekran salonini qo'shib olinglar. Sevimli mastanlar, atki filmimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.